O'zing olamni yaratgan Allohim. Parvardigor, nima istasak o'zingdan istaymiz, o'zingga ibodat qilamiz, o'zingga iymon keltiramiz Parvardigora. Allohim, bugungi kunda mana shu muborak oylaringdan hosil bo'lgan savobi samaralaringdan benasib qilma Parvardigora. Oxiratimizni obod qil. To'r michal bilan Parvardigora. O'zkavsar suvlaringdan benasib qilma Parvardigora. Allohim, Muhammad ko'piridan o'tishimizni, yashin tezligida o'tishimizni o'zing nasib rozayla. Oxiratda Parvardigora gunohlarimizni mag'firat ayla Parvar. Didorini ko'rishga nasib rozayla Allohim. Parvardigora, mana shu qo'l ko'tarib shu bandalarni o'zing yaratding, o'zing voyaga yetkazding Parvardigora. Nima niyat qilsa niyatlarini ijobat ayla Parvardigora. Bugungi kunda mana shu qabriston bizning keladigan vatanimizni o'zimiz kelib obod qilyapmiz Parvardigor, minnat qilayotganimiz yo'q. O'zing mehribonsan, mehribonlarning mehriboni sensan. Af etuvchi sen. Kechirguvchi ham o'zingsan Parvardigora. Mana shu muborak oylardan bizni Parvardigor benasib qilma Parvardigor Allohim. Allohumma salli ala salim barikala. Allohu akbar. Aka, nomingiz nima? Siz aytyapsiz. Zavqu. Auzubillahiminash-shaytonir-rojim. Bismillahir-rohmanir-rohim. Ey Allohim, mana shu zavq ukamizni ham Parvardigor mana shu qabristonga kelib o'zining hissasini qo'shyapti. Mana nur olib kelyapti. Nurni olib mana shu bizning mana farazxonalarimizga o'tkazyapti mana. Qabristonlarimizga o'tkazyapti, o'zlarining hissasini qo'shyapti Parvardigor. Shu inson nima niyat qilsa, niyatlarini ijobat ayla Parvardigor. Qilgan gunohlarini, qancha gunoh qilgan bo'lsa, mana shu muborak oylarda o'zing Parvardigor kechir, af qil Parvardigor. Sen af etguvchisan. Af etishni yaxshi ko'rasan Parvardigor. O'zingga iltijo qilib, o'zingga iymon keltiramiz. Allohu akbar. Men ham duo qil, men ham yaxshi. Auzubillahiminash-shaytonir-rojim. Bismillahir-rohmanir-rohim. Allohim, o'tinib, zorlanib so'raymiz Parvardigor. Shu mulla bobomizni Parvardigor o'zing dard berding Parvardigor. Shifosini ham o'zing berding Parvardigor. Yana shifoyi komil ber, shifoyi komil ber, shifoyi komil ber Parvardigor. Bolalarning, nevaralarining kamolini ko'rsin Parvardigor. Shu muborak oylardan savobidan benasib qilma shu mulla bobomizni. Parvardigor, mulla bobomiz taqvodor, namozxon Parvardigor, o'ziga Parvardigor yaxshi inson. Parvardigor o'zing rahm shafqat qilgin Parvardigor. Mana shu yerda obod qilib Parvardigor. Qancha daraxtlar ekdi mana, o'z hissasini qo'shdi mana. Dard berding mana, sinading mana. Allohga shukr. Seni sinaganingni mana boshdan o'tkazdi. Bundan misol yomon qilma. Shunisiga ham shukr. Allohu akbar. Rahmat. Sizlarga sog'lik. Hammalaringizga. Rahmat sizlarga. Ketdingiz. Mayli. Hammaga Rahmat sizlarga. iloj bo'lsa bir so'm bo'lsa ehson qilar shu oy. Bir so'm bo'lsa ehson. Ehsonning kattasi 1 million 100 so'm.